hurmatli bankimiz mijozlari, Agrobank vositalariga xush kelibsizlar. Biz muntazam mijozlar bilan, tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, ular muammolarni hal qilish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olyapmiz o'zimizga. Bugungi qabulimiz ham masalan nima masalalar bo'lsa, o'zlaringiz qiynayotgan muammolar bo'lsa, bitta o'zlaringiz tanishtirib muammolarni aytasizlar. Biz imkon darajasida qonun doirasida muammolarni hal qilib berishga harakat qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men O'rmonxo'royingiz O'rtamachi mahallasidanman. Hozir kunda ishsizman. Shuning uchun biznes qilmoqchi edim. 30 millionlik kreditga arza berganman. Shunga amaliy yordam berishlaringizni so'rayman. O'rmonxo'royingiz Agar siz ishsiz bo'lsangiz, 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmasangiz, bizda biznesga ko'mak degan kiritimiz bor. O'zingizni soliq organlaridan o'zingizni band qilasiz, undan keyin hokim yordamchi tavsiyanoma beradi. Shu tavsiyanoma asosida sizga 17 million kredit ajratib beramiz. 4 yil muddatga bo'ladi, 6 oylik imtiyozli davrida. Ayollarga yana yengillik berildi, erkaklarga 25%, ayollarga 23% ni ajratib beramiz. Murojaatingizda sizga mana oilaviy mahallada ishlash bo'limimiz bor. Uzoqlar 3 kun ichida sizga kreditingizni ajratib beramiz. Rahmat. Keyingi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonat Nurmat Tosh mahallasidan. Omonat Nurmat. O'zi kredit olishga murojaat qildim. Siz ham ishlamaysiz, tadbirkorlikka Tadbirkorlikka yo'l sizga ham agar biznesni endi boshlayotgan bo'lsangiz, biznesga ko'mak 17 million kiritimiz bor. Ishlayotganimizdek, o'zingizni soliq davlat soliq organlaridan o'zingizni band qilasiz. 2 oy davomida rasmiy daromadga ega bo'lmagan bo'lsangiz, mahalladagi hokim yordamchisining tavsiyanoma olasiz. Shundan so'ng sizga 17 million kirit ajratib beramiz. 48 oy muddatga 6 oylik imtiyozli davrda. Erkak kishilarga sizga 25% beramiz. Siz mahallaviy bo'limiga uchrashasiz, arzangizni yo'naltiramiz. Sizga ham 3 kun ichida ijobiy orzu berishga va'da beramiz. Rahmat. Keyin siz. Assalomu alaykum. Mahmud Abdullaman. Plastik olish uchun keldim. Mahmud Abdulloh, qaysi mahalla? Doğru mahallasidan. Ishlaysizmi? Yo'q, ishsizman. Siz plastik keraksizmi? Plastik. Birada sizga front office'dagi mutaxassislarimizni yo'naltiramiz. Siz shu kunni o'zida plastingizni ajratib muammongizni hal qilishadi.